Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan asosiy o'tiladigan mavzumiz bu present simple haqida bo'ladi. Bugundan sizlar bilan zamonlarni boshlaymiz. O'zbek tilida 3 ta zamon bor. Hozirgi, kelasi va o'tgan zamon. 3 ta zamon bor. Ingliz tilida ham xuddi shunday. 3 ta zamon bor, lekin har bitta zamonning 4 tadan shakllari bor. 4 tadan shakllari bor. Bu hozirgi zamonda 4 ta, o'tgan zamonda 4 ta va kelasi zamon 4 ta. Jami 12 ta zamon bor. Bugun sizlar bilan hozirgi oddiy zamon haqida gaplashamiz. Hozirgi zamon emas, hozirgi oddiy zamon haqida gaplashamiz. Bu present simple tense, hozirgi oddiy zamon. 12 ta zamon ham 12 xil holat bo'yicha ishlatiladi. Hammasi har xil vaziyatlar uchun ishlatiladi va hammasini o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Bu zamonimiz bo'lsa 3 xil harakat holat bo'yicha ishlatiladi. Birinchi o'tadigan narsa bu takroriy ish harakatlar uchun. Kundalik qiladigan yumushlarimiz, takror ravishda qilinadigan ishlar hammasi takror ish holatlarga kiradi. Ertalab turishimiz, nonushta qabul qilishimiz, har kuni maktabga borishimiz, hafta oxirida bir kun dam olishimiz yoki yilda 3 oy kanikul olishimiz yoki bayram kunlarida dam olishimiz, hammasi takror ish harakatlar uchun ishladi. Yoki ustoz savol bersa bolani ham javob bera olmasligimiz, darsga doimo kechikib kelishimiz, shunaqaga o'xshagan narsalar siz kundalik yumushda nimani takror ravishda qilsangiz, o'sha narsa doimo takror ish harakatlar uchun ishlatiladi va buni doimo siz present simple da gapirishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi o'zgarmas haqiqatlar uchun. Nima degani bu o'zgarmas haqiqatlar? Shu paytgacha o'zgarmagan va bundan keyin ham o'zgarmaydigan haqiqatlar, kimyoviy, fizik, matematik, biologik qonun qoida, formulalar hammasi umumiy o'zgarmas haqiqat hisoblanadi va present simple zamonda ishlatiladi. Ruchkani tepa olsam nima bo'ladi? Osmonda qolib ketmaydi, pastga tushadi. Pastga tushishi bu shu paytgacha pastga tushgan, bundan keyin ham pastga tushadi. Umumiy o'zgarmas haqiqat bu. Suvning 100 gradusga qo'ysam, shu paytgacha qaynagan, bundan keyin ham qaynaydi. Haqiqat 100% fakt bu. 0 gradusga qo'ysam bo'lsa, muzlaydi suv yoki quyosh sharqdan chiqib g'arbga botishi haqiqat. Quyosh yo yer quyosh atrofida aylanishi haqiqat, o'zgarmas haqiqat. Oy yer atrofida aylanishi o'zgarmas umumiy haqiqat va qor yog'sa ham yer muzlashi doimo haqiqat hisoblanadi. Keyingisi jadvallar va belgilangan aniq vaqtlar uchun ishlatiladi. Avtobuslar, poyezdlar, tramvaylar, samolyotlar hammasi ular jadval bo'yicha yuradi. Hech qachon samolyotda egasi Amerikada aylanib kelib xohlagan paytda uchib keta olmaydi. Ular garchi uchishi flight 1 oydan keyin rejalashtirilgan bo'lsa, 1 oydan keyin uchadi, lekin u hozir jadvalga kiritib qo'yiladi. Jadval bo'yicha yuradi. Avtobuslarning hammasi oldiga qarasangiz sekundnomer qo'yib qo'yadi. 10 minut Samarqand pitagida tursa, 10 minut Toshkent pitagida, yarim soat Toshkent pitagida turadi. O'zi bu pitagdan bu stansiya Nargis stansiyagacha vaqtlar asosida yuradi, jadval bo'yicha yuradi. Maktablarimiz dars soati boshlanishi, maktablarda 45 minut yoki 40 minutdan vaqt bo'lish, dars bo'lishi yoki orada 5 minut tanaffus vaqti berishi jadval asosida kiritib qo'yilgan sharoitlar uchun ishlatiladi. Demak, endi keyingisiga o'tamiz. Sizlarga birdan tayyor qilib yozib qo'ydim, sababi ko'p vaqt ketmasligi uchun. Boshladi. Keyingisi endi ingliz tilida asosan bizni s deb yuritadi. Subject deb bu subject deyiladi. To'liq har safar yozganimizda subject deb yozmaymiz, s deb o'tib ketamiz. Bu nima? Gapning egasi hisoblanadi. Bu men gapning egasi yoki siz yoki ruchka. Bugun men maktabga boraman. Gapning egasi men. Ali bugun dars qilmadi. Gapning egasi Ali. Mashina bugun buzuq ekan. Gapning egasi mashina yoki stulning oyog'i singan. Stol gapning egasi hisoblanadi deb yurdi. Hammasi gapning egasi bor. Hamma narsa mana shu inglizda bu subject deb yuritadi. Keyingisiga o'tamiz. Bu v deymiz. Fe'l, harakat. Nima qilmoq so'roqga javob bo'ladi. Men uyga bordim. Men ega bormoq fe'l. Men kitob o'qidim. Men ega o'qimoq fe'l. O'qimoq, ishlamoq, qilmoq bajar. Nima harakat qilamiz biz? Nima harakat qilsak, hammasi fe'l. Ya'ni inglizda verb deyiladi. Ya'ni harakat. Endi undan keyingisi object, obj deymiz. Biz qisqartirib yozamiz. To'ldiruvchi bu. To'ldiruvchi hisoblanadi. Ya'ni men maktabga boraman. Ega fe'l keladi. Undan keyin qolgan har qanday so'z to'ldirish hisoblanadi. Men maktabga boraman. Men ega boraman fe'l, maktab to'ldiruvchi. Ular bugun uyga vazifani qilmadi. Ular ega vazifani qilmadi. Fe'l uyga vazifa. Ular qilmadi. Fe'l bo'lyapti, uyga vazifa bo'lsa, bu to'ldiruvchi hisoblanyapti. Bizlar bugun mashina haydamaymiz. Biz ega haydamoq fe'l, mashina bo'lsa to'ldiruvchi hisoblanyapti. Mana shu 3 xil shakl bo'yicha foydalanib biz sizlar bilan gap qilishni o'rganamiz. Endi har bitta gapni o'zining shakllari bor. Gap shakllari bor. Darak gap, so'roq gap, inkor gap. Ingliz tilida biz affirmative darak, negative inkor, interrogative so'roq. Men boraman, darak beryapman. Men bormayman, inkor qilyapman. Men boramanmi, so'roq qilyapman. Doimo bu qanday interrogative so'roq doimo mi degan tarjimaga ega bo'ladi. Bu narsa esdan chiqmasin. Endi sizlar bilan ishlab boshladik. Demak,
Xo'p, buni kichiktiramiz biroz. Tayyor yozib qo'ygan affirmative ga o'tamiz. Yes. Men affirmative da kattaroq qilsam bo'ladi ekan. Katta qilib ochib qo'ying, hammaga yaxshi ko'rinadigan bo'ladi. Keyin negativlarga o'tamiz. Zo'r. Affirmative darak shakli egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'lni qo'yish orqali yasayman. Egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l keladi, keyin object to'ldiruvchi bo'ladi. Mana buni sal nariroq qilsam hammaga yaxshi ko'rinadi degan umiddaman. Object keyin to'ldiruvchi keladi. Birinchi o'zbek tilida sal boshqacha-da, qaraysiz. O'zbek tilida biroz boshqacha. O'zbek tilida aytaman, men deyman, maktabga boraman deyman. Bu yerda men gapni egasi bo'lyapti, bu yerda boraman fe'l bo'lyapti va maktabga bo'lsa to'ldiruvchi bo'lyapti. Ingliz tilida unday bo'lmaydi. Ingliz tilida o'zimizga o'zbek tilida o'xshab ketma-ket gaplar tushmaydi. Ingliz tilida men keladi, keyin boraman keladi, keyin maktabga keladi. Maktabga. Egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l kelishi shart. Ingliz tili qoidasi bo'yicha. Mana ega subject, egadan keyin fe'l kelyapti. Ega va fe'ldan keyingi har qanday so'z bu to'ldiruvchi hisoblanadi. I read. Men o'qiyman degani. Men ega o'qiyman kitob. Kitob to'ldiruvchi. I read a book. Men kitob o'qiyman. Yoki I sleep at night. Men uxlayman tunda. Ega kelyapti, fe'l kelyapti, to'ldirish kelyapti. I sleep, men uxlayman. We study, biz o'qiymiz. I go, men boraman. Ega va fe'l, ega bilan fe'l orasiga to'ldiruvchi hech qanaqa narsa qo'shmang. I go, men boraman. I sleep, men uxlayman. I study, men o'qiyman. I listen, men tinglayman. They play, ular o'ynaydi. Yoki we clean, biz tozalaymiz. We drive, biz haydaymiz. You clean the house, siz uyni tozalaysiz. Egadan keyin to'g'ridan to'g'ri doimo fe'l qo'ying. Bu narsa esdan chiqmasin. Keyingisiga o'tamiz. Mikrofonimiz ishlayapti ekan, yaxshi. Lekin bitta narsaga e'tibor bering. He, she, it. Uchinchi shaxs birlikka to'g'ridan to'g'ri fe'l keladi, lekin fe'lni oxiriga s yoki es qo'shimchasini qo'shishimiz shart. Bu o'zgarmas grammatika. Endi I read degani men o'qiyman degani, he reads degani u o'qiydi degani. Mana bu oxiriga s qo'shimchasini qo'shish esdan chiqmasin. Bu grammatik qonun qoida. I sleep, men uxlayman degani, lekin she sleeps degani u uxlaydi degani. He, she, it bo'lgancha s qo'shishimiz shart. Keyingisiga I go to school deyapman. Men maktabga boraman. Endi Tom boradi desam, go s qo'yapman. S qo'shish kerak. Chunki eslaringizda bo'lsa, ko'plik shakli o'tgan paytimda sizlarga so'zning oxiri s, ch, sh, h, z, o bilan tugasa, s qo'shimchasi qo'shiladi degani. Bunda ham xuddi shunday o bilan tugagan uchun s qo'shimchasini qo'shyapman. Yoki we study, biz o'qiymiz. Yoki I play, men o'ynayman bo'lsa, Anna plays bo'ladi. Esdan chiqarmaysiz. Anna she ga to'g'ri kelyapti, Tom he ga to'g'ri kelyapti. Bu narsani esdan chiqarmaysiz. Ketdi, davom etamiz. Demak, egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l qo'y. Mana bu qarang. Men kitob o'qiyman deyapmiz. I book read demang, I read book bo'ladi. Bu yerda men maktabga boraman bo'lsa, I school go demang, I go school bo'lsin, I go to school bo'lsin. Yoki biz men tunda uxlayman bo'lsa, I night sleep demang, I sleep night deng, I sleep at night deng. Bu narsa egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l qo'yishingiz mumkin. Bu darak shakli yasalishi. Endi tepaga buni yozib olasiz, rasmga olib yozib olasiz, to'liq negativ shaklga o'tamiz. Negativ bu inkor shakl. Xo'p, bunday qilamiz. Yes, negativ inkor shakl. Endi present simple da, umuman emizarda bo'lsa, inkor shaklga not qo'shildi. Xo'p, zeri-zeriga ham not qo'shildi. Have-ga tezotga ham not qo'shildi. Bunda ham xuddi shunday. Bunga ham not qo'shiladi, faqat do doesdan keyin. O'zi do does nimaga kerak? Qayerdan kelyapti do does? Qaysi zamonda gapirayotganingizni aniqlab olishing. Bu do does yordamchi fe'l hisoblanadi. Yordamchi fe'l ishlatdingizmi, demak siz present simple da gapirayotganingiz aniq bo'ladi. Demak, ega keladi. Mana bu do does yordamchi fe'l keladi, yordamchi fe'l. Keyin not kelib asosiy fe'l keladi. I ga, you ga, we ga, they ga doimo do not fe'l qiladi. Ya'ni ma degan shaklni beradi, ma degan tarjimani beradi. Men bormayman, men ishlamayman, biz o'qimaymiz, men video dars ko'rmayman yoki sizning darslaringiz qiziqarli emas degan ma'noda ishlatiladi. Ana shunday. Do not ishlatilsa,
he ga, she ga, it ga does not ishlatiladi. Sizga present simple darak shaklida he ga, she ga, it ga, fe'lga is qo'shiladi dedim. Lekin inkor shakl bo'lgani uchun fe'lga is qo'shilmaydi. Chunki bunga qo'shilish kerak bo'lgan is mana do ga s qo'shilib o'zi yasalyapti. Ana shu. Endi ko'rib chiqamiz gap. I go, men boraman. I do not go, bormayman. We sleep, biz uxlaymiz. We do not sleep, uxlamaymiz. Keyingisi you read, siz o'qiysiz. You do not read, siz o'qimaysiz. They play, ular o'ynaydi. They do not play, ular o'ynamaydi degan ma'noda ishlatiladi. Endi he does not, mana bu he goes, u boradi. He doesn't go, u bormaydi. Mana bu he, she, itga nisbatan fe'l oxiriga s qo'shish kerak edi. Qo'shmadim. Sababi unga qo'shiladigan s mana does ga qo'shilib turibdi. Does ga qo'shilyapti. Qimirlab ketdi mayli. Yoki she sleeps bo'lsa, she sleeps bo'lsa, u uxlaydi. She does not sleep bo'lsa uxlamaydi. Mana bu yerga ham s qo'shib qo'ymang. Bu grammar jihatdan xato, chunki does ga qo'shilyapti. You do not read, siz o'qimaysiz. Anna does not read, Anna o'qimaydi. They do not play, ular o'ynamaydi. It doesn't play, u o'ynamaydi. I do not go, bormayman. He doesn't go, bormaydi. We don't sleep, biz uxlamaymiz. She does not sleep, uxlamaydi. U uxlamaydi. Ana shunday. Darak shaklda he, she ga, fe'lga s qo'shing. Inkor shaklda bo'lsa s qo'shmang. Bu grammar jihatdan xato. I ga, you ga, we ga, they ga do not qo'shilsa yo'q deyapti. He, she ga does not qo'shiladi. Ya'ni bormayman, o'qimayman, ishlamayman yoki qilmaydi, bajarmaydi, o'qimaydi degan ma'noda ishlatiladi. Keyingisiga o'tamiz va interrogativ shaklga ham va nihoyat yetib keldik. Xo'p, interrogativ bu so'roq shakl. So'roq doimo m degan tarjima. O'qiysizmi? Ishlaysizmi? Qilasizmi? Bajarasizmi? Yoki maktabga borasizmi? Bugun o'ynaysizmi? Telefonda Instagram ko'rmaysizmi? degan ma'noda ishlatiladi. Bu va doim to be ni so'roq shakli emizar birinchiga chiquvdi. Have got, has got da have has birinchiga chiquvdi. Hammasi egidan oldinga chiqish orqali yasalsa, bunda ham xuddi shunday. Yordamchi fe'l do bilan das egidan oldinga chiqish orqali yasaladi. Interrogativ so'roq shaklda. Ana shunday. Do I go? Men boramanmi? Does he go? U boradimi? Do you study? Siz o'qiysizmi? Does she study? U o'qiydimi? So'roq. Do we play? Biz o'ynaymizmi? Does it play? U o'ynaydimi? Yoki do they read? Ular o'qiydimi? Does Anna read? Anna o'qiydimi? Mana bu yerga reads, plays, studies, goes deb qo'ymang. Bular hammasi grammar jihatdan xato. Faqatgina darak shaklda fe'lga s qo'shing he, she uchun. Inkor so'roq shaklda qo'shmang, chunki mana qo'shilib bo'lgan hammasiga s. Esdan chiqmas. Endi o'tgan mavzumiz buni yozib olasiz chiroyli qilib umumiylashtiramiz. Mana buni katta qilib ochib qo'ysam bo'ladi. That's good. Keyingisiga o'tamiz. I sleep. Men uxlayman. I do not sleep. Uxlamayman. Do I sleep? Uxlaymanmi? He sleeps. U uxlaydi. He doesn't sleep. U uxlamaydi. Demak, does he sleep? U uxlaydimi degan tarjimada beradi. Bunga esdan chiqmasin, 15 ta darak, 15 ta so'roq, 15 ta inkorga gap tuzib qo'yishingiz shart. Bu kerak. Ana shunday. Davom etamiz hozir. Xo'p. Endi sizlar bilan keywordlarga o'tamiz. Keyword ya'ni kalit so'zlari. Present simple bilan ishlatiladigan vaqt iboralari deyiladi. Bu vaqt iboralari usually, doimo, har doim, always, sometimes, often, tez, rarely, kamdan kam, never, hech qachon yoki every day, har kuni, every week, har hafta, every month, har oy, every year, har yil yoki every century, har asr. Mana shu doimo present simple bilan ishlatiladi va mana shuni ko'rdingizmi? Demak, gapingiz present simple da bo'lishi kerak. Misol uchun, buni gapda kelish o'rnida bilib oling. I usually read a book. Men doimo kitob o'qiyman. Yoki he always sleeps. U doimo uxlaydi. Sleepga s qo'shdim, sababi he bo'lgani uchun. We sometimes play a golf. Biz ba'zida golf o'ynaymiz. Yoki Anna often listens to music. Anna tez-tez musiqa tinglaydi. Yoki rarely, kamdan kam. You rarely go to school. Sen kamdan kam maktabga borasan, deyarli bormaysan degan. Never, hech qachon. I never speak Russian. Rus tilini vaqti gapirmayman men.
keyingisi every day har kuni we play a phone every day. Har kuni постоянно telefon o'ynaymiz. Yoki he studies every week. U har hafta o'qiydi. Yoki it sleeps every month. U har oy uxlaydi. Постоянно uxlaydi. Bularga s qo'shilyapti. Bu kalit so'zlari. Esdan chiqarmang. Present simple darak shakli egidan keyin fe'l bir kelyapti. Fish itga bo'lsa s qo'shyapti fe'lga. Inkor shakli do does ga not qo'shildi. So'roq shakli do does egidan oldinga chiqdi. Buni esdan chiqarmaysiz. Va kalit so'zlari mana shu narsa. 3 xil holat bo'yicha ishlatilyapti present continuous takror ish harakatlar uchun, umumiy o'zgarmas haqiqatlar uchun va jadvallar asosida rejalashtirilgan sodir bo'ladigan ish harakatlar uchun. Asosiy bugungi mavzumiz mana shulardan iborat. Bularni to'liq yozib, har bittasi gap so'z esdan chiqmasin.